Bu bilan o'zi ko'p gaplashmaymiz-ku. Bular endi bichilganda narxlar bularniki. Men 10 million beraman bersangiz, qo'lda bering-a. Bularning joyi yo'q buni. Detal almashgan, krila almashgan, kapot qo'yilgan. Bering shu bari, bitta mashina kerak bo'lsa shu ustiga pul qo'ymasa ham beraman sizga. Bari. Ben olamı? Salomlashmayapsizmi? Olmoqchisiz. Ko'nglingiz 90 laydi aka. Ha, baland ekanda. Bayg'i baland ekanda. Qiyin-da. Hozir 89 millionga Samarqandlik olib ketdi. Gentra 2022 sotdim. 89 millionga oldim, 90 ga sotdim. Yili nechi? 98. Bu bilan o'zi ko'p gaplashmaymiz-ku. Bundan o'zi so'rayotgan narsamiz ikkita. Motorini ko'rdim. Hadava bilan korobka qanday? Yukam yaxshi. Yaxshi, hech qanday. Kimning nomi edi? O'zim nomida. Generalni chiqar. Chiqadi iloji. Qayerdan? O'z iloji ham yo'q haqiqatan. Qayerdan sizniki? Chimdan. Chimni qayerga? Chimni o'zidan. Chorraqa aytmas. Chorraqa aytmasdi. Navro'z chor. Ha, bilsin, Navro'z. Chaqqadek Qoravoy. Ha, ko'rdim uni bola. Nima shu chemliklar hammasi, hamma narsa boda shunga husn bermagan. Og'ir endi endi. Rang boshlasin. Nech bilasiz? Bilmadim aka. Aytavering. Instagram ko'p kelyapsiz-ku. Ha? Nech bo'layotganini ham bilasiz bilan. Hammani o'zi sohasi. Bular endi bichilganda narxlar bularniki. Men 10 million beraman bersangiz, qo'lda bering-a. Mayda chuyda qilmay 9-8 so'rab nima qilaman. Bo'lsa 10 million berib olib qolaman. O, qiyin aka. Ha? Yo'q, yomon so'ramadim-ku 10 million. Maydalashmay deb so'radim-da. Pastda. Qiyin-a, o'nga bersiz. Nech pul beraman deyapsiz? Bilmadim aka. Ya aytavering, Akmal aka, mana shunchalar bo'lsa, o'nga bermaslikni bilyapsiz-ku. Nech pulga bersa bilishini ham ayting-da, bo'lishini. O'zimiz to'g'ri keldi-da, o'zi so'raverasiz. 10 million nomer so'ramadim-ku hozir. Dal so'radim. Yo'q, dal so'radingiz-a. Nima deydi? 10 millionga siz bitmaydi. Ya bitadi, ko'p narsa bitadi. Bir kishi 10 millionga uylanib, o'zi ajrashib ham bo'ldi. Orqasini ham ochib yuboring-a. Legenda. Well. Böyle. İş nima işte? Qani? Chemliklar salatga ko'p tashlamaychiydi. Qani do'st? Ha, ish nima ishda deyman, ish. O'zi, ha, sizniki. Ustamiz. Nech pul deysiz? 10 million so'rayapman. Bering, to'g'ri hisob qolaman. Ya, 2 marta yaxshi so'rab turibman. Kecha 11 millionga ham oldim, 12,5 millionga ham oldim. Salonlar boshqachalarini. Ko'rdingizmi kechaklarni ham? Instagramga qo'ydim. Kecha boshqa yerga Ha, shu boshqa yerga bo'lgan payt olib qo'yamman-da, siz ko'proq e'tibor bering. Ko'proq e'tibor bering. Yaxshi narx so'radim 10 million. Siz hech bo'lmasa bir 12 kilo sotaman deb kelgansiz. Aniq guringda. Yo, men ola olmayman. Guringda eshiting. Aytaman, kimdir olsa olsin, pulus kerak emas.
Prosta foydalaning. Kimgadir kerak bo'lib o'ttirib ololmay ketmasin. Hech bo'lsa bir 12 kilo bo'lsa beraman deyapsizmi? Aytib ko'raman, menga ololmayman. Nech pul bo'lsa beraman deyapsiz, qarang. Ya aytmasangiz qanday aytaman? Men so'rayapman, bermayman bilan ish bitmaydi-ku. Akmal aka, men shuncha bo'lsa bera olaman deng. Ya, nech pul bo'lsa sotasiz? Men bo'ldi, men savdom to'xtab qoldi, undan aqlim yetmadi. Nech pul? 11 bo'lsa, 12 bo'lsa berasizmi? 13 mi yo ko'nglingiz? Ya 15 lar endi olmaydi, hozir 98 dan olmaydi. 98 neksilar 15 olmaydi. 15 ga olaychi-da, ancha bo'ldi unga. Ya men kelishtirib so'rayapman, bermayapsiz-ku. Aka nima qilay yana? Tinmay to'yakin tortyapsiz. Buncha siqilayotgan odam nima bo'libdi aka? Hamma joy yaxshimi? Tinchmi aqla? Uy joy hamma muammo yo'qmi? Yo'q. Buncha siqilish qayerdan keldi? Nima qilish kerak? Mang, bu yoqqa kelinglar, keling, taylab keling. Unga nech pul qo'shsam bera olasiz? Chesni gapirsangiz, chesni gaplashaman. Ko'p katta sakrab ketmang faqat. Nima deyolmayman aka, o'zingiz. Nech pul qo'shsam bera olasiz? 10lar, 11lar qiyin-da aka. Ya, unda demak, aka, yengillatib yubormang. Normal so'radim. 7 millionga ham oldim, 8 millionga ham oldim, 10 millionga ham, 9 millionga ham, 12 millionga ham. Atoliy hozir mana bittaga yuring-da, martga kela olasizmi? Mayda chuyda qilmay bir narsa so'rayman. Bersangiz oldim, aqlim yetmaydi umuman. Chin-chinaki yuring. Mayli, kuydirmayman. Bo'layotgan bo'lsa mayli, o'sha 12 million naqd pul berib olib qolaman. 500 ming qo'yib sotuvga qo'yib qo'yaman. Barakangiz bormi? Dal kelganga baraka. Oling tepasidan. Ey, nima deysiz? Xo'p, obzorni aytib o'tib ketaman. 99-yil Nexia 1 soni Strambular Lux bez konditsioner, motor hadava, korobkasi zo'r deyaptilar. Motori zo'rligi aniq, ishlatib ko'rdik. Korobkasi bilan hadavoyi ham cho'tki deyaptilar. 12 millionga olindi, kim olsa 12,5 million so'm akalar. Bunday narsada ko'p kishi xafa bo'lib qolyapti-ki, bir narsani aytib o'tib ketay shu joyga. Mana shu mashin erta mana shu paytgacha faqat dehqonlar uchun. Erta kechga kelib men buni Instagramga ko'rdim. Bu nima endi 14 million bo'lib qoldi demanglar. Men 500 ming so'm qo'yib sotaman kimga bo'lsa ham. Mashin olib sotayotgan yigitlar bo'lsa ham farqi yo'q. Bir kun 24 soat mashin furishga bermay turaman. Ana undan keyin mashin furish tirikchiligi olsa ham men rozi bo'lib beraman. O'sha uchun aytayapman, ko'p kishi aytibdi, "Mana bu mashinangiz mana buncha oluvdingiz-ki, mana buni buncha oluvdingiz-ki" deyapti. Akalar, ochiqcha aytaman, 24 soat davomida ham mashin turadi. 24 soatdan keyin kimdir tirikchilik olsa ham beraman uni. Chunki mashin furish ham pul beradi-da. Boshqacha qog'oz bermaydi, bir xil pul bilan. Lekin bir kun, keyin chiqadi, bir kun shu dehqonlar uchun turadi. General daviniz chiqadi, yigitni o'zining nomiga, hech qanday muammosi yo'q. Olmoqchi bo'lsanglar, ko'ringlar, 12 million olindi, 12,5 millionga sotiladi. Keling do'stumbek. Qaraxonaga bir olib kirib chiq ekan. Keling, qaraxonaga. Bir shamollab chiq ekan. Keyinsin ko'ramiz. Ha, shunday. Kimdan ekan bu? Siz ham sigaret chekyapsizmi? Ha, siqilib oling, men hali. Xo'p. Olasizmi? Keling, o'raylik. Qayerdan sizniki? Surxondaryo. Bo'ldi, men Surxondaryolik yigit baraka berdi. Ish nima ishdi? Ish nima ish? Radiatorchi? Buni radiatori yaxshi-ku. Siz radiatordan suv oqayotganlar olsangiz bo'lmaymi? Xo'p, qarang. Savdoni ko'rdingiz. 12 millionga oldim.
Bunda turmasa sizni ko'rishmayapti. O'tgan safar ham meni ko'ruvdi bu da. Ha, bu safar ham ko'rsin, balkim mashina furushdirsiz. Mashina furushmisiz, kommentariyangizdan o'qiyman. Keyingi safar kelganga sizni kommentariyangizga mashina furushni yozishibdi Surxondaryoda. Men Surxondaryoliklar hammasini tanimayman-da. Ya ustaligingizni bildim, aytibsiz aka. Men bitta gapga ishonaman. Qisqasi 12 million oldim, 500 ming qo'yib sizga sotdim. Rozimisiz? Rozisiz, ha? Labzdan qaytdi. Ha, endi o'tgan safar labzdan qaytadi deb ko'p kishi aytaman, dadangdan so'rab keldingmi, xotiningdan so'rab keldingmi, aniq sotasanmi deb. Ko'rdingizki, xotinim qo'ymadi dedi. Nima qilay? Uni xotini bilan qanday gaplashaman men? O'shancha aytyapman-da. Bildim, esladim, tonidim. Siz mashina oldingiz davradan sotdi, dokumentga borgan payt xotini qo'ymadi. Xotinim sotmayman deyapti dedi. Bul. Bilaman, u narsani yaxshi eslayman. Endi men ham nima qilay? Hozir men bundan so'rash esimdan chiqib ketdi. Uydagilardan so'radim. Xotining, qarindoshlar gruppasiga tayinlagansan, mashina sotaman deb. Bu shu qolibdi-da, katta erkaklar aynib qolibdi. Shunday kelyapti-da. Endi to'g'ri tushunasiz endi deyapti. Ha, bosing aka. Mana 100 ming so'mlik mashina ichayman. Ana, bachchaga berasiz. Ular oldindan yengil tiygan. O'tinglar. Assalomu alaykum. Rahmatli yaxshimisiz? Zo'rmisiz aka? Tinchsiz? Xo'p, 2010 mi? 15. 15 mi? Hibrid Luxgansani. Kapot o'zini kapoti, krilo kapot kraska, oscillator kraska. Orqa ko'tadan ham yetib olgan, orqa kapot bilan ikkita krilo kraska. Qozonxonalari ham yasalgan, farqi qo'yilgan. Oho. To'sa. Detallari o'ziniki hammasi. Hamma detal o'ziniki. Xo'p. O'zingiz nomingizgami aka? Yo'q. Ha. Yana keyin chiqadimi bundan? Chiqadi, o'zim sotsam ham bo'lsa kerak. Yo'q. Sotish huquqim bor. Sotish huquqi qarang, ikki xil savdo bo'ladi. Oldi sotdi bo'lsa boshqacha savdo bo'ladi, general davrini chiqsa u boshqacha savdo bo'ladi. Tushundingiz? Mashina olib sotib tushundim. Qarang. Siz general davrini solgansizga yana o'shandoq uchun berishingiz kerak. Xaltini bering. Davriniz. Nech bildingiz narxini? 50 ga oldim 2 oy oldin. Da to'g'ri. Olgan narxingiz endi qaytmaydi. Nima o'zi 2 oy bo'lgan bo'lsa bunday sotaman deyapsiz. General davrinishlar bir sovib oling deb ko'rayda. Keyin keyin bor ekan, yaqinga kelganlar ekan. Qarzim bor. O'shani berishim kerak edi. Yo'q. Qisqa vaqt bo'lib qoldi. Ya men qog'oz bering bir. G'iyos aka, ismingiz? Otaqulov G'iyos. Ye? Ha, ruscha bu. Bu esengi davlat chetga chiqaman-da mashina bilan. Tojikiston chiqaman shuning uchun. Shunaqa olganman. Men ruschani tushunmayman-ku. Endi ayb menda emas aka. Abba. Tojikiston chiqaman shuning uchun. Mendan keyin bu. Bor generalim sotish huquqim bor. O'shani yozdirib olganman. Bu ham tushunmaydi, prosta sal o'zini tushunganday tutyapti hozir. Ha, menga o'qishni bilaman, u o'qimadi ham. Shahzod. O'zi nima deysiz? Nima buni 50 ga oldingiz buni? Bunday qimmat emas-ku bu. Oldi, arqa krasini bo'lyapti. Qaymoq svet 2015 bo'lgan bilan. Motor yangi bo'lgan aka. Hadoy yangi bo'lgan. O'sha o'rtog'im bilan oldim. Qarang, men shuni radnoylarini 46 kredit sotaman. Shuni radnoy, umuman kraskasi yo'q, yili shunday mashinani, sostavdagilarni. Endi bu polni kraska, u pullar tortmaydi, jonim akam. Agar bera olsangiz, qiynamay bir narx so'rayman. Bo'lsa 35 ga olib qolaman. 35 bo'lsa olib qolaman. Qiynayapsizlar. Undan balani endi aka. Buni qarayman 12 million olindi. Sichqonlarga gazlaydi, sichqonlar. Hayır 12 mi? Endi siz uchun kam. Sotmoqchimisiz? Bir ish qiling. Aka, siz bilan meni savdom bitar. Bir 2-3 ta joyga bir narxlatib keling. Agar mendan baland so'rasa berib yuboring. Agar mendan baland so'ramasa olib keling, olib qolaman. Ana chestni yuring aka. Hop. Xafachilik yo'qmi? Yo'q aka. Endi birinchi menga olib kelyapsiz, narxi sal tushunmovchilik bo'lyapti. Birinchi marta kelishim. Shunday aka. O'z guringizdan ham bilolman, oldin mashina sotmagansiz. İki bin altı. Sağını sıram Murat. Kimden ekan bu? Sizden?
Faqat videoga olmang demoqchisiz, to'g'rimi? Ha, olursinlar. Aman. Ya xohlasangiz olmaydi. Kimdan olmaysiz bu? Jammaga ustam olmaydi. Mana bir gaz sanoqqa qilyapman. Men ham generalni olganman. Endi misol yangidan generalni olib bera olaman. Ha, Jammaka. Gaz mana ravo servis to'g'risida bo'lgan. Otalarni bo'lgan bir turli umuman endi просто to'g'ri mana ishlatdim. Radna joyi yo'q buni. Bugunligi kesiblanmagan narsa qilmagan. Qo'lto'lanligi Detal almashgan, kril almashgan. Kapot qo'yilgan. O'zini ko'rasiz. Nechi bilyapsizda? 25 deyapman. Ya kelishtirayotgan uni narxlay olmaydi. Motor korobkalari qanday? Zo'r, korobkasini yaqinga qo'yganman. Ha, motor yaxshi. Korobka yaxshi. Hadovoyi ham Hadovoy sal bunday anoda, lekin kelib bunday olib qolmagan, shaharlab qolgan. Shaharda yurganman, просто 15 lik yurganim shundayda. xuddi shunday 23 million yozib qo'yibman. Xuddi shunday. Men olganimga ancha bo'ldi, qolib ketdi-yu, lekin 23 turibdi. Endi mana misol 25 to'taman Yo, meniki endi radnoyrog'i shuni. Ha, tushunaman. Endi bu polni kraska. Lekin biron joy Qarang, qiynamayman sizni, bitta narx. Qiynamayman aka. Bo'ladi desangiz olaman. Ana motorni ham eshitib ko'rmadim. Tushundim. Ya, motor yaxshilik pirkilatga anoz top-toza turibdi. Bo'ladi desangiz 18 million berib olib qolaman. Mayda chuydasiz. Realni ko'ring. Polni kraska lekin bu. Tushundimda, lekin mashina sevib butun. Biron joy varenni joyi yo'q. Qiyinda aka, qarang. Ko'tarmaydi hozir, narxni ko'tarmaydi. Mana oddiy bir misol 12 millionga Nexia oldi-la. Qarshiya shu ham qimmatli qildi. Surxondaryo oldi. 50 millionga Nexia 3 olinyapti. Qarshiya qimmatli qilyapti, Samarqandliklar olyapti. O'zi faqat viloyat olib ketyapti. O'zimiznikilar olmayapti mashinani. O'zimiznikilar qarab o'tiradi, qimmat oldi deydi. Shunday bo'lib qoldi. O'zimizga qimmat bo'lib qoldi. Shu viloyatliklar kelib turibdi ham yaxshi olib ketishyapti shular. Bo'lmasa hamma mashina olib ketaman menga. Ya men o'sha kun Instagramga qo'ysiz, qora jentra qo'ysiz, 55 million birdan sotildi. O'shani mashina qilmoqchiman pullarni. Ya bo'ladi aka, bu men emas. Taksi yurayman shaharga. Hozir meni realni gaplashaman desa aka, ismingiz nima edi? Aslidan aka hech bo'lmasa kami 20 sotaman deyapsiz-da. Buni qochirmay gaplashaman desangiz-da. Yo, realni ko'ring, siz 20 naqd sanasa berishingizni bilaman, aslidan aka. Lekin bu hozir suyay butun deyapsiz-ku. Men oldi steykalar incha-incha sepib taylangan. Tashqi Bemalol taylari umuman bunday kantashga tegib barib turgan joyi yo'q. Steykalar bilan sepganda, men bunday sepgan bilmayman. Orqasi yaxshi ekan. O'zi Nexia'lar 90% orqasi yaxshi bo'ladi. Surxondaryo raftem dedi. Ye, ana. Mana. Gaz balonga to'xtamaydi, sonistran bular benzin bilan ham boradi. Bu diskachalar haqida olasiz. Shahar shaga 15 dega biza anoda. Ya, nomard so'ramadim, mard so'radim, qo'lni bering. 18 million ishoning zo'r so'radim. Men endi anchadan beri ko'raman narsada, lekin sal kamroqda men aytdim. Endi hammani ham o'zi yarasha xomshuti bor, to'g'ri, lekin bu unga tortadigan mashina emas-da. Misol biroz sidenasini so'rasa yechib sotib kelganim yo'q. Misol qiyshaygan sidena qo'yib ichmasa bir ichsak bir Endi to'g'ri, lastik sizga qo'yilgan ekan. Nima deysiz? Narx 18 million.
Men prosta yana taksi olamanki, qiynalaman. Buni ham misol pul olib narsa qilib anaqa qilganman-da. Vodiy bankdan olib, misol endi yegona Hozir- mana qilsam, Hozir Vodiy taraqqiyotdan qarzini uzdingizmi? uzib bo'lganman. Ancha bo'ldi. 1,5 yil oluvdan уже 2-yilga topib generalni. Bitta yuring, qiynamay, bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa xafachilik yo'q-ku. Necha pul o'tib berasiz 20dan? Chin-chinaki bitta martcha gapiring qani. Sizga Mana bir so'zsiz bo'ladimi, Akmal aka? yo'q, bitta yuring-da. 20 sotmayman. 19 o'ziga bering, 19,5 ga qo'yib qo'yaman. Mayli aka. Yo 20 sotmaylik shuni, 19,5 deb qo'yib qo'yaman. Bering shu mayli, bitta mashina kerak bo'lsa shu ustiga pul qo'ymasa ham beraman sizga. Mayli. Ben olami? Salomlashmayapsizmi? Olmoqchisiz. Ha, bo'ldi. Salomlashyapsizmi deb o'ylayapman-da men. Men ham qo'l uzatdim, qara salom berib. Ha. Salom qo'yamiz. Qarang, aka, mana usta akaniki 19 millionga oldim, 19 million 500 qo'yaman-da sizga sotaman. Bo'ldi aka. Rozimisiz? Qayerdansiz sizniki? Samarqanddan Jomboydan. Ya, u qarshiliklar qimmatli qilyapti o'zi. Samarqand, Jomboy, ish nima ish? Ustachilik qilamiz aka. Ustachilik qilasiz. Shu qo'ya tirishlikka minamiz aka. Shu boshlash. Mayli. Bermaysizmi pul? Baraka bering-da. Bering. Mana aka, barakasi. Rozi bo'lasiz. 500 ming pul sotdim. Xo'p, obzorni aytib o'tib ketaman. 2006 Sony Strambular Lux Biz konditsioner. Asli jit bo'lgan, yurgani bedara endi. Yurgani bedara, aka, rozi bo'lasiz. Stoykalari butun, detallar o'ziniki. Bo'ldi aka, shunday kirib registratsiya qildirib chiqing. Ama shunday registratsiya qildirib yuboring bilan. Keling, keling. Keling, keling. Yaxshimisiz, so'raysiz? 2018 18 mi yurgan? Kraska yo'q. Kraskani bilmayman. To'xtang qani. Kimni nomi aytdi mashina? Aka, yaxshimisiz? So'raysiz? Necha pul deyapsizlar? Hali ham baxtingizga bu avtomat emas ekan. Agar avtomat bo'lsa 150 ekansiz. Orqasini ochib yuboringlar. Olmuşlar ben uzarım ya. Keling aka. Mashinangiz zo'r aka. Chin-chinaki yaxshi. Probekiga ham ishondim. Yo'q, yani bilmadim aka. Men dekabr oyiga qarshi olib chiqildim bilan. Aqrabagina qaydan pul bilan bilaymiz-ku. Qo'l bilan? Ha, bundoqa. O dana tabib chiqqanda. Bilmasam aka bir-biriga pichillashib qolishdi. Nimaga baka? Hali undaqasi chiqmagan lekin. Ana tabib kelib bir mashinani bunday ushlab ko'rib, desa mumkin. Lekin unaqasini bilmayman. Qo'l bilan bilib bo'lmaydi. Tablakingiz yechilmagandan bildim men. Mana kompyuterdan, stikerdan tiqib qaytaradi. Keyin juda bo'lmasa tabloni yechib oladi. Tabloni yechib oladigan joyga qaradim, atverkalarga kulish tegmagan. Atverka tegmagan, zavodga turibdi. Endi mashina holati ham lekin 18 ming gramm yurgan holatni beradi, yomon emas. Faqat bitta yomon tomoni narxini siz bunday aytyapsiz. 110 bilan deyapsiz. 18 ku bu. Hozir 22, 23 ni ham uncha demayapti-da. Yo 18lik uchun shuncha asralgani uchun deysizmi? Men 40 ga kirganman-da, lekin erga tegmaganman deydi-ku, o'shanday bo'lyapti-da. Mayrida Zo'r, mashina haqida gaplashaman desa zo'r mashinangiz, gap so'z yo'q. Narxi nima bunday baland juda aytayapsiz. Bu bechoradan uncha narsa so'ramang-da.
Burada süreyim endi. Kelishtirib aytish kerak-da aka. So'ray aka. Hı? 80 bo'ladimi? Naq 80 sanab beraman. Man qiziqqanim uchun shu yerga bir borayotganda shu. Men ham qiziqib so'radim hozir. 80 so'radim. 18 Nexia 3 bilan 80 ga yaqinlashtirmay so'ramayman. Umuman. Ko'nglingiz 90 ladimi aka? 90 dan ziyodroq. Ha, baland ekanda. Bayag'i baland ekanda. Qiyin-da. Hozir 89 millionga Samarqandlik olib ketdi. Gentra 2022 sotdim. 89 millionga oldim, 90 ga sotdim, to'g'ri. Yo'q, endi men aytganim endi Gentra baribir Nexia 3 dan yaxshiroqda. Endi bu zo'r turibdi, yangida turibdi. Bo'ldi. Lekin mana shu turishga tex pasportini aka, misol 18 emas, 22 bo'lgan taqdirga ham siz aytgan narxga olib bo'lmaydi-da aka. 22 yangi Nexia 3 kelsa ham u narxga olishmayapti-da. Hozir misol 10 ming, 20 ming yurgan 23 Gentra kelsa to'g'ri 115 milliongacha olsa bo'ladi. Lekin Nexia 3 ni zo'rini ham aka avtomatini 100 da, avtomatlari ham 100 bo'ladi-da. 22 avtomatlar ham. Undan ziyod baribir odamlar xohlamaydi. 100 dan ziyod boshqa narsa xohlayapti. Narxlar tushib ketyapti, uni hamma ko'rib turibdi-ku. Mayli, mashinani tiniq bitta ish qilib beraman sizga. Sota olmasam ham. Nomeringizni qo'yib beraman, bir любители bo'lsa telefon qiladi aka. Mayli. Telefon nomeringizni ayting. 91lik 637 637 62 36 62 36. Endi hozir bu yoqqa 50 kishi, 100 kishi bo'lsa, Instagramdan 50 ming, 100 ming kishi ko'radi. Muomalali bo'lasiz. Obzorni aytib ketaman. 18 ming yurgan Nexia 3, yili ham 2018. Zapaskalari tushmagan, benzinga mashin. Metani bor, ha? Metani bor, zapaskasi tushmagan. Nech pul deysiz oxiri? Oxiri taqalganini ayting faqat. Mashindan kamga bera olmayman deb. Siznikimi narx aytasizmi buncha? Aytavering, meniki deb aytavering. Sizniki bo'lsa ham. Men bu birinchi marta ko'rishim. Yo'q, Yo'q, aytmoq shu 100 deyapman. ha, 100 deyapsiz va narx aytyapsiz, shunga aytaman. Birinchi ko'rishim. 90 dan o'tsa berasiz qisqasi. Siz 90 ga berishni aytsangiz, biror nima qo'shsa berasiz. To'g'rimi? Dal ko'ring. Qara, naqdini ko'ring, menga qo'lda bering. Ikkovimiz gaplashib olamiz. Endi sal normal gaplashyapsiz-ku mana. Mayli, chappacha turing, orqangizdan tushirishadi. Sal kelishtirib beravering o'zimga naqdini ko'rib. Yo'q, mayli-da aka. Bitta ko'ring. Aka, bilaman. Mo'ljalsiz odam, mo'ljalsiz odamning o'zi yo'q. Hammani mo'ljal, Tentayda ham bir mo'ljali bor. Tentayxondan qachon chiqaman degan. To'g'risi-da. Nech pul qilib bera olasiz aka? Oxiri. 90 o'tsa beramiz. Mo'ljal boda, mo'ljal bo'lmasa men sotishayotgan bola emasman. Birinchi yanvar kuni 25 ga, birinchi yanvar kuni pachka damazini berib $1000 pul berganman shu mashinani. Buni olish uchun. Hozir pachka damazda 75 bo'lsa ham 7 million olganman aka. nech ming bergansiz? 75, 85, 90 ga yaqin pul bo'layotgan. Dalil momentga. O'sha damazni hozir menga olib kelib bergan taqdiringizga ham misol 75 oladim. Hozirgi vaqt bilan choqingda endi. Bu paytga endi o'tolmaymiz-ku. Ha. Yo'q, uncha. Yaxshi, qarang aka, bitta ko'ring. Mana martga mart. Bo'ladi desa 85 million berib qolaman. Tavakkali. Sizni ko'p kuzataman. Biroz sheyga olib borayotganman, xudo uchun. Bo'laman-da. Ya yurayapman, Gapni ham qiyin qiyin. aka. Ha, joni sog' bo'lsin. Telefon nomeringizni qo'ydim, kuchim yetmadi. Akalar ko'ringlar, 90 dan o'tsa beraman deyaptilar. 2018, 18 ming yurgan, metan qo'yilgan, zapaskalar tushmagan. Agar kimgadir muhim bo'lsa ko'rsin. Yana mashin bor, ha? Ma'lum akaga. Bo'ldi, ma'lumani ko'ramiz. Yili? 2013. Malibu 1. Motori qanday edi buni? Yog' yemaydi, ha? Hadovoylarichi? Yaxshi. Mixchan oling qa? Kapotni yopib qaraylik-chi. Kapot kraska. Kapot seli sepilgan ekan. Krilo kraska. Bu tomon oldi eshik kraska. Ichlari butunlik. Deg'lari turlari. Generali chiqadi, ha? Nech pul deysiz? Iye? Hozir o'zi bir Nexia 3 ga bir amallab ko'rdim. Sizga qanday ko'naman endi? Ha, buni oqini, voy
nima deydi? Lukli mexanika 2 yevro deydimi? 85 millionga olib. O'sha ham bir 20 kunlar turib bir amallab 86 ga sotdik. 86 millionga. Radnoyi, ikkana lukli. Buni kelishtirib aytavering. Unda narxi yo'q-ku Malibu birlar. Qancha deysiz? Men tavakkali. Kraskasi bo'lsa ham mayli. 70 million berib olib qolaman. Qaytib qaytib ketishingizga aniq. Olsam ham baribir qaytib ketasiz. Olmasam ham qaytib ketasiz. Lekin didiz baland ekanda. Bundan Malibular lekin sizlar haydaydi, keyin Buxoro ham zo'r haydaydi, bilaman. Qarshi uncha emas Malibu birga ehtiyoj. Bizankilar hayda olmayapti. Chunki sizlar ham motorni almashtirib tayyorlab haydaysizlar-da. Motor hozir yoqqa kelsa bilamasiz, motor qilib chiqmaysiz. Shuni olib otaverasiz, to'g'ri? Sizlar tomonga shunday ekanda. Bizda gunoh bo'lmagan bo'lsa. Ja, men Buxoroda Toshkentga qatnab yurgan paytimda Malibu birlar qatnashdi-da. Stenka Buxoro bilan Qarshini stenkasi bitta ichida. Xorazm, Buxoro, Qarshi bitta turadi. O'sha Malibu birlar bor, hep qaraychiydi. Hammasini motor yangi qilib tayyorlangan edi. Qiziqishingiz baland Donnaga, siz o'zi katta trassalarga chiqib baqirsangiz ham bo'lar endi asta-asta. Danni. Shu mendan bir gap deyishmasa ko'ngil joyiga tushmaydi. Ya dediz baland, buni o'zlaringiz balandroq oladi, chin aka. Biz ham past so'raydi baribir. Malibu uncha ana yo'q, savdomiz. Mashina olgan keling. O'z 90% mashina olgan kelchi aka, sotgan kelibsiz-da. Bizlar narxlar sal pastroqda. Mashina olsanglar qoplar. Men shu kun 10 tami, 5 tami bilmayman, nechta mashina olib sotgan bo'lsam, hali birortasi qarshiliklar olgan yo'q. Hammasi Samarqand, Surxondaryo, Buxoro. Nech pul bo'lsa sotasiz? Ya bildim, o'zi nech pul bo'lsa? Ko'nglingiz 100 million edimi? Baland ekanda. Baribir aytib ko'ramiz aka. Akalar ko'ringlar 2013 Malibu 1. Motori zo'r deyaptilar, 100 million bo'lsa sotaman deyaptilar. Kapot kiringlar, eshik kraska. Yurgan qanchadi? 148 ming yurgan ekan. Kimgadir kerak bo'lsa ko'rsin.